Almanın yurt çıkarıpanı Güreler bağıcan belirdi. Ular terapiya ki beğenmezdi. Hoş. Yana dişini olursa koyun bana. Selamünaleyküm hurmatli yurtdoshlar. Mana bizani navbatdagi pasaytimiz Gulchehra opam Toshkent shahri sevgilidasi. Xo'sh, Gulchehra opa nima ishlar bilan keldingiz Qilinjaga? Mana shikoyatlarimmi? Mana shu belim hatto og'rirdi. Men ahamiyat bermay yurdim. U oyog'imga berdi. Oyog'im og'riy boshladi. Xudoga shukr, mana bel og'ruvlarim ham yaxshi. Bu yerda fizlechenilar juda yaxshi ekan. Ovqatlarga gap yo'q, 4 mahal ovqat. Juda joyida, damashlik, baquvvat ovqatli ekan. Men endi bosh davolaganman, to'g'ri bunaqa fizlechini ko'rmaganman. Lekin bunaqa apparatni hech ham ko'rmadim. Neydan og'ridi? Tizim og'ridi. Men apparatlardan keyin yo'q, qancha Hozir mana ular terapiya berdik sizni, Gulji. Bu yaxshimi? Ha, birinchi ko'rsatingchi. Xudoga shukr, og'rig'im yo'q, Xudoga shukr yaxshi. Bu kollektivga besh ketdim. Juda kollektiv yaxshi ekan, rahmat. Bir oila a'zosi hammani bir-biriga qo'llab ketishar ekan, shirin so'z, ham shifo bilan, ham til bilan davolashyapti. Yurtsan xola? Alhamdulillah, Allohga shukr, bemalol. Xudoga shukr. Sog' bo'ling.